Assalomu alaykum. Chorva xilosmandlari hamda qisir qo'yga qiziqayotganlar, mana Bobirjonni qo'rasidan qo'ylarni olib keldik. 10 ta. O, bolasi ham bor bitta bonusga. Xudo xolasa, mana bugun boqishni boshladik. 2025-yil 6-mart, aprel kuni xudo xolasa qo'ylarimizni boqishni boshladik. Xudo xolasa qanday o'zgarlayapti, qanaqa holatda baqilyapti sizlarga ulashib boramiz. Mana bugun 10 ta olib keldik. Namangan Tepaqo'rg'ondan Bobirjonni qo'rasidan kelgan sog'liq boladan qolgan qisir qo'ylar. Mana shu joyda yaylovimiz bor. Yaylovda aylantirib boqib, rejim bilan, tartib bilan boqadigan bo'lsak, xudo xolasa sizlarga qanday o'zgarlayapti qo'ylarimiz, qanaqa holatda edi, sizlarga bo'lishib boramiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ylarimiz rasa qarovsiz qolgan ekan, o'tni ko'rib kulib yubordi ham o'zi. Nosini qaranglar, qonni chiqqan. ellik ming 52 ming bo'ladimi? Qancha 100 ming oladimi? Başta sonra şaka hoca bol yaptıramsa tabii. $3 mı diyorsun? Fazla kapalı yapılsaz.